Hammadan burun kalam mavjud edi. U Xudo bilan birga edi. Ham o'zi Xudo edi. U olam yaratılışdan burunla Xudo bilan birga edi. U orqali barliq mavjudotlar yaratildi. Hech qanday mavjudot uningsiz yaratilgan emas. Kalam hayotlikning manbasi bo'lib, bu hayotlik insonlarga nur elib keldi. Nur qorong'ulikni yoritdi. Qorong'ulik bo'lsa, nurni hargiz besib tushagan emas. Vaqt soat kelganda bir odam Xudo tarafidan maydonga keldi. Uning ismi Yahyo edi. U insonlarning o'zi orqali haqiqiy nurga ishonishi uchun uningga guvohlik berishga kelgan edi. Yahyo payg'ambar o'zi haqiqiy nur emas. U faqat haqiqiy nurga guvohlik berguchidir. Dunyoga keladigan bu haqiqiy nur butkul insonni yoritadigan nurdir. Dunyo kalam orqali yaratilgan bo'lsa-mu, kalam bu dunyoga kelganda dunyo uni tanimadi. U o'z tuprog'iga kelgan bo'lsa-mu, biroq uni o'z xalqi qabul qilmadi. Shundaqdimi, u o'zini qabul qilib, o'ziga e'tiqod qilganlarning hammasiga Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Bu huquqqa erishganlar yo qondan, yo jinsiy talabdan, yo inson xohishidan emas, balki Xudoning irodasidan qayta to'ralgan bo'ldi. Kalam inson bo'ldi. Ham oramizda yashadi. U mehr shafqat ve haqiqatga to'lgan bo'lib, biz uning ulug'ligini, ya'ni otimiz Xudoning birdan bir yegona o'g'lining ulug'ligini ko'rdik. Yahyo payg'ambar uningga guvohlik berib, xaloyiqqa yuqori ovoz bilan mundoq dedi: "Men sizlarga mendan keyin kelguvchi mendan ulug'dir, chunki u men tug'ilishdan burunla mavjud degan edim-ku. U dal mushu kishidir. Uning mehr shafqati cheksiz bo'lg'ashqa, hammamiz har doim baxt ustiga baxtga erishib keldik. Chunki Tavrat qonuni Musa payg'ambar orqali yetkazilgan bo'lsa, Xudoning mehr shafqati va haqiqati Iso Masih orqali yetkazildi. Xudoni hech kim ko'rib boqqan emas. Biroq uni otimiz Xudoning hamroyi va yegona o'g'li, shundaqla o'zi Xudo bo'lgan Iso Masih bizga bildirdi. Yerusalimdagi Yahudi oqsoqollari Xudoning avatadigan qutqizuvchisining Yahyo payg'ambar yoki emasligini bilish uchun ruhoniylar bilan markaziy ibodatxonada ishlaydigan laviylarni Yahyoning oldiga avatdi. Yahyo payg'ambar ikkilanmasdan "Men qutqizuvchi Masih emasman" deb aniq javob berdi. Ular uningdan "Undaqda o'zing kim bo'lasan? İlyas payg'ambar bo'lamsan?" deb so'radi. "Ya, men İlyas payg'ambar emasman" dedi u. "Amisa, Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambarmisan?" deb so'radi ular. Yahyo payg'ambar yana "Yo'q" deb rad qildi. Oxirida ular "Undaqda sen zodi kim bo'lasan? Bizni avatganlarga aytqudak bir javob bergin. Aytma, sen qanday odamsan?" deb so'radi. Yahyo payg'ambar
mundaq javob berdi. Yahyo payg'ambar burun aytgan Xudo avatitgan qutqizguvchi kelishdan ilgari cho'lda Rabbimizning kelishiga tuz yo'l tayyor qilinglar deb to'g'laydigan kishi mendurman. Yerusalimdan avatilgan ba'zi farishtalarmu Yahyo payg'ambarning oldiga kelib, uningdan sen yo qutqizguvchi Masih, yo İlyas, yoki Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar bo'lmasang, nemishqa kishilarni Xudoning yo'liga chaqirib, suvga cho'mildirsan deb so'radi. Yahyo payg'ambar ularga mundaq deb javob berdi. Men kishilarni suvga cho'mildirman, lekin oranglarda sizlar to'nimaydigan biri bor. U mendan keyin kelguchi bo'lib, men hatto uning oyog'ining yiplarini yeshishga loyiq emasman. Mana bu ishlar Yordan daryosining sharqiy chetidagi Beytoniya degan yezida, ya'ni Yahyo payg'ambar kishilarni daryoda cho'mildirayotgan yerda yuz bergan edi. Adisi Yahyo payg'ambar Hazreti Aysoning o'ziga qarab kelayotganligini ko'rib, undaq dedi. Mana bu bütün dünyadaki insanların günahiden azat kılınışı için hazırlanğan Xudoning qo'zisidir. Men sizlarga mendan keyin kelguvchi mendan ulug'dir, chunki u men tug'ilishdan burunla mavjud edi degan edim. Mana bu dal men tilga olgan ashu kishidir. Men burun uning kimligini bilmasammi, bu qutqizguvchi İsraillarga ayon bo'lsin deb sizlarni suvga cho'mildirgili keldim. Yahyo payg'ambar yana guvohlik berib undaq dedi. Men Xudoning ro'yining kaptar holatida osmondan tushib, uning ustiga qo'nganligini ko'rdim. Men uning qutqizguvchi Masih ekanligini bilmagan edim. Biroq meni kishilarni suvga cho'milishga avatgan Xudo menga sen Xudoning ro'yining tushib, birining ustiga qo'nganligini ko'rsan, u kishilarni Xudoning muqaddas ro'yiga cho'mildiradigan qutqizguvchidir degan edi. Hozir rostilla bu voqeani o'z ko'zim bilan ko'rganligim uchun uning shaksiz Xudoning o'g'li ekanligiga guvohlik beraman. Adisi Yahyo payg'ambar ikki shogirdi bilan yana shu yerda edi. U yerni o'tib ketayotgan Hazreti Aysoni ko'rib, "Qaranglar, Xudoning qurbon qilinadigan qo'zisi" dedi. Bu so'zni anglagan ikki shogird Hazreti Aysoning kaynidan mengishdi. Hazreti Ayso kayniga burilib, agishib kelayotganlardan "Nemiga hojitinglar tushib qoldi?" deb so'radi. Ular "Rabboni, ustoz, qayerda tursiz?" dedi. "Kelib ko'ringlar" dedi Hazreti Ayso. Shuning bilan ular berib, uning qayerda turadiganligini ko'rdi. Bu tushdan keyin soat 4 bo'lgan vaqt bo'lib, ular u kunni Hazreti Ayso bilan birga o'tkazdi. Yahyo payg'ambarning so'zini anglab, Hazreti Aysoning kaynidan mangan ikki kishining biri Simon Petrusning inisi Andar edi. Andar darhol o'z aksi Simonni tepib, uningga "Biz Masihni topdik" dedi. Masih İbranice söz bulup, Xudo tayinlagan qutqizguvchi degan ma'noda. Andar aksini Hazreti Aysoning oldiga elib bordi. Hazreti Ayso uningga qarab, "Yuhannaning o'g'li Simon, buningdan keyin sening isming Kifas bo'lsin" dedi. Kifas grek tilidagi Petrus degan so'z bilan
ma'nidosh bo'lib, Qoramtosh degan ma'nini bildiradi. Atsi Hazreti Ayso Jaliliya o'lkasiga berishni qaror qildi. U Filipni tepib, uningga "Manga agishibman" dedi. Filip Besaydalik bo'lib, Ender bilan Petrusning yurtishi edi. Filip Nataniyelni tepib uningga Musa payg'ambar Tavrotda oldin aytgan, boshqa payg'ambarlarni tilga olgan qutqizuvchi Masihni topdik. U Yusufning o'g'li Nosiralik Ayso ekan, dedi. Biroq Nataniyel Nosiralikmi? Shu kichik bir shahardan bundoq yaxshi ish chiqarma, dedi. Kelib ko'rib baq, dedi Filip. Hazreti Ayso Nataniyelning o'zining oldi kelayotganligini ko'rib, u to'g'riliq. Mana bu kishida qilchi hiyla mikrisi yo'q, haqiqiy bir Isroil, dedi. Mening qandoq odam ekanligimni qayerdan bildingiz? deb so'radi Nataniyel hayron bo'lib. Hazreti Ayso, Filip seni chaqirishdan avval sening anjir darg'ining tubida o'ltirganligingni ko'rgan edim, deb javob berdi. Nataniyel Hazreti Aysoning boshqalar ko'ramaydigan ishlarni ko'ralaydiganligidan hayron bo'lib, "Ustoz, siz shaksizki Xudoning o'g'li, Isroillarning podshohi ekansiz", deb e'tirof qildi. Hazreti Ayso uningga bundoq dedi: "Seni anjir darg'ining tubida ko'rganligimni aytganligim uchun ishinyapsan. Buningdimi cho'ng ishlarni ko'rsan tehi." Oldin shogirdlarga yana bilib qo'yinglarki, sizlar osmonning ichilib, Xudoning faristalarining inson o'g'lining yeniga tushib chiqib yuradiganligini ko'rsizlar, dedi.